Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Pensiya indeksatsiyasi, ya'ni pensiyalar oshirilganda kimga qancha qo'shildi? Kimning pensiyasi nega ko'proq oshdi? Kimniki esa kutilgandek oshmagan bo'lishi mumkin. Bu masala har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner ota-onamiz, uy bobomiz, nogironlik pensiyasi oluvchi yaqinimiz yoki boquvchisini yo'qotgan oila a'zosi bor. Men bugun sizga oddiy tilda raqamlar bilan hayotiy misollar orqali tushuntiraman. Indeksatsiya nima, u qanday hisoblanadi? Hamma pensionerga bir xil oshadimi yoki yo'qmi? Qaysi toifadagi fuqarolar ehtiyot bo'lishi kerak? Qaysi holatlarda pensiya noto'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkin va bunday vaziyatda nima qilish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng muhim amaliy maslahatlarni oxirroqda beraman. Qayerga murojaat qilish, qanday hujjatlarni tayyorlash, arizada nimalarni yozish kerak. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotni bilgan odam o'z haqini talab qila oladi. Bilmagan odam esa yillar davomida kam pul olib yurishi mumkin. Avvalo, pensiya indeksatsiyasi deganda nimani tushunamiz? Oddiy qilib aytsam, indeksatsiya bu pensiya miqdorini narx-navo oshishi, ish haqi va ijtimoiy to'lovlar o'zgarishi, davlat belgilagan minimal miqdorlar yangilanishi munosabati bilan qayta ko'rib chiqishdir. Ya'ni pensionerning daromadi butunlay muzlab qolmasligi, bozordagi o'zgarishlar fonida juda pasayib ketmasligi uchun pensiyaga ma'lum miqdorda qo'shimcha kiritiladi. Lekin eng katta tushunmovchilik mana shu joyda boshlanadi. Odamlar pensiya oshdi degan xabarni eshitadi va hamma pensionerga bir xil foizda, bir xil summa qo'shiladi deb o'ylaydi. Amalda esa har doim ham bunday emas. Kimningdir pensiyasi bazaviy hisoblash miqdoriga, kimnikidir eng kam pensiya darajasiga, kimnikidir ish staji va avvalgi ish haqi asosidagi hisob-kitobga bog'liq bo'ladi. Yana kimdir ustama oladi, kimdir kompensatsiya oladi, kimdir nafaqa haqi oladi, kimdir esa to'liq yoshga doir pensiya oladi. Shuning uchun bir oiladagi ikki pensionerning pensiyasi bir xil oshmasligi mutlaqo tabiiy hol bo'lishi mumkin. Oldin ko'pchilik bitta narsaga ko'proq e'tibor berardi. Farmon chiqdi. Pensiya falon foizga oshirildi. Lekin hozir amaliyotda pensionerlarni bir nechta guruhlarga ajratib ko'rish kerak bo'lyapti. Masalan, eng kam pensiya oluvchilar bor. Ularga oshirish boshqacha ta'sir qiladi. O'rtacha pensiya oluvchilar bor. Ularning pensiyasi avvalgi hisob-kitobga qarab oshadi. Yuqoriroq pensiya oluvchilar bor. Ularda foizli oshish summada kattaroq ko'rinadi. Nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqalar, yoshga doir pensiya, harbiy yoki maxsus tartibdagi pensiyalar bo'yicha ham farqlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun bugungi mavzuning nomida qariyalarni bo'lishdi degan ibora bejiz emas. Gap kimdir kamsitish haqida emas, balki hisoblash tartibi turlicha bo'lgani uchun pensionerlar amalda turli guruhlarga bo'linib qolayotganda, biri menga yaxshi qo'shildi deydi, ikkinchisi menga juda oz qo'shildi deydi, uchinchisi esa umuman sezmadim deydi. Men bugun aynan shu farqning sabablarini ochib beraman. Birinchi navbatda har bir pensioner o'z pensiyasining tarkibini bilishi kerak. Pensiya bu faqat bitta raqam emas. Uning ichida asosiy pensiya miqdori, ish staji bo'yicha hisoblangan qism, ayrim hollarda ustamalar, kompensatsiyalar, qo'shimcha to'lovlar minimal darajagacha yetkazish uchun qo'shilgan summa bo'lishi mumkin. Agar siz faqat plastik kartaga tushgan yakuniy summaga qarasangiz, qaysi qism oshganini va qaysi qism o'zgarmaganini tushuna olmaysiz. Masalan, birinchi hayotiy vaziyatni olaylik. Otaxon Orun tekis yoshda, 32 yil ish stajiga ega. Avval zavodda ishlagan. Uning pensiyasi avval 1.200.000 so'm bo'lgan deb tasavvur qilaylik. Indeksatsiya 10% atrofida bo'lsa, odam oddiy hisob bilan menga 1.20.000 so'm qo'shilishi kerak deb o'ylaydi. Lekin amalda uning pensiyasining hamma qismi bir xil indeksatsiya qilinmasligi mumkin. Agar yakuniy summa ichida alohida kompensatsiya yoki minimal darajaga yetkazish uchun qo'shimcha boshqacha chiqadi. Natijada uning kartasiga 1.300.000 emas, masalan 1.250.000 tushishi mumkin. Bu noto'g'ri degani emas, lekin tekshirish kerak degani. Ikkinchi misol, onaxon 62 yoshda ish staji kamroq, 17 yil rasmiy staj bor. U avval eng kam pensiyaga yaqin miqdorda pensiya olgan. Davlat eng kam pensiya miqdorini oshirganda bunday pensionerlarga ta'siri ko'proq sezilishi mumkin. Chunki uning pensiyasi avval belgilangan minimal chegaradan past bo'lmasligi uchun qo'shimcha bilan to'ldirilgan bo'ladi. Agar minimal pensiya oshsa, uning yakuniy oladigan puli ham sezilarli oshadi.
Shu sababli ish staji ko'p bo'lmagan pensioner menga 1 ming qo'shildi. Ish staji ko'p bo'lgan boshqa pensioner esa menga 9 ming qo'shildi deyishi mumkin. Tashqaridan qaraganda adolatsizlikka o'xshaydi. Lekin hisoblash bazasi boshqacha bo'lgani uchun shunday farq chiqadi. 3-misol. Bir kishi nogironlik pensiyasi oladi. Nogironlik guruhi mehnat qobiliyatini yo'qotish darajasi, ish staji, yosh. Qaramoqdagi shaxslar bor yo'qligi kabi omillar ta'sir qilishi mumkin. Bunday fuqarolar oddiy yoshga doir pensiya oluvchilar bilan o'zini solishtirsa, ko'pincha chalkashadi. Chunki ularning pensiya turi boshqa, hisoblash manbasi boshqa. Shuning uchun qo'shnimga 200 ming qo'shildi. Menga 1 million ming qo'shildi. Demak, meni aldashdi. Degan xulosa har doim ham to'g'ri emas. To'g'ri xulosa qilish uchun avvalo pensiya turi va tarkibini ko'rish kerak. 4-misol. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oila bor. Masalan, marhum otaning ortidan 2 nafar farzand pensiya oladi. Bu yerda ham pensiya oiladagi oluvchilar soni marhumning ish staji, avvalgi daromadlari va qonunda belgilangan me'yorlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar indeksatsiya bo'lsa, yakuniy to'lov oshadi, lekin har bir bolaga bir xil ulushda tushadimi? Umumiy pensiya miqdori qanday taqsimlanadi? Bu ham alohida tekshirilishi kerak. Ko'p xatolar aynan mana shu yerda, ya'ni bir nechta oluvchi bo'lgan pensiya ishlarida yuzaga keladi. Endi kim xavotir olishi kerak, kim esa unchalik xavotir olmasligi mumkin. Agar sizning pensiyangiz oshgandan keyin kartaga tushgan summa farmonda yoki rasmiy xabarda aytilgan umumiy oshishdan ancha kam ko'rinsa, tekshiring. Agar sizning ish stajingiz to'liq kiritilmagan bo'lishi mumkin deb o'ylasangiz, tekshiring. Agar avvalgi ish haqi ma'lumotlari hisobga olinmagan, arxivdan topilmagan, hujjat yo'q deb aytilgan bo'lsa, albatta tekshiring. Agar sizda orden, medal, alohida unvon, urush yoki mehnat faxriyligi, nogironlik guruhi, parvarishga muhtojlik kabi holatlar bo'lsa, ustamalar to'g'ri qo'shilganini tekshiring. Kim unchalik xavotir olmasligi mumkin. Agar siz pensiya hisob-kitob varaqangizni olgan bo'lsangiz, unda barcha staj, ish haqi, ustama va qo'shimchalar aniq ko'rsatilgan bo'lsa, indeksatsiyadan keyingi yangi miqdor ham tushuntirilgan bo'lsa, katta ehtimol bilan hammasi tartibda. Lekin men baribir yiliga kamida 1 marta pensiya ishini ko'zdan kechirishni maslahat beraman. Chunki pensioner uchun 10 ming so'm ham, 1 ming so'm ham muhim. Bir oyda kichik ko'ringan farq 1 yilda katta summaga aylanadi. Endi eng nozik masalalarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, pensiya oshish har doim qo'lga tegadigan pulning aynan shuncha oshishi degani emas. Sababi ayrim pensionerlarning to'lovlarida ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Masalan, aliment, qarzdorlik, sud qarori bo'yicha undirish, bank krediti bilan bog'liq majburiyatlar yoki boshqa qonuniy ushlab qolishlar mavjud bo'lsa, pensiya oshgan bo'lsa ham plastik kartaga tushgan summa kutilgandan kam bo'lishi mumkin. Odam esa pensiyam oshmadi deb o'ylaydi. Aslida hisoblangan pensiya oshgan, lekin ushlab qolish tufayli qo'lga kamroq tushgan bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat, pensiya tayinlangan sana muhim. Agar pensiya indeksatsiyadan oldin tayinlangan bo'lsa, u oshirishga tushadi. Agar indeksatsiyadan keyin yangi pensiya tayinlangan bo'lsa, unda hisob-kitob allaqachon yangi miqdorlar asosida qilingan bo'lishi mumkin. Bunday odam nega menga alohida qo'shimcha qo'shilmadi deb so'rashi mumkin. Javob shuki, uning pensiyasi bo'shnoq yangi me'yorlar bilan hisoblangan bo'lishi ehtimoli bor. Shuning uchun pensiya tayinlangan sana, qayta hisoblash sanasi va to'lov sanasi bir-biridan farq qilishini tushunish kerak. Uchinchi nozik jihat, ish stajining rasmiy tasdiqlanishi. Ko'plab odamlar men 35 yil ishlaganman deydi. Lekin pensiya jamg'armasi uchun bu gapning o'zi yetarli emas. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumot, soliq va sug'urta badallari bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'ladi. Ayniqsa 1990 yillar, 2000 yillar boshida ishlagan, korxonasi yopilib ketgan, hujjatlari arxivga topshirilmagan odamlar ko'p qiynaladi. Natijada real ishlagan yillari bor, lekin pensiya hisobida kamroq staj aks etadi. Bu esa indeksatsiya bo'lganda ham umumiy pensiya bazasi past bo'lib qolishiga olib keladi. 4-nozik jihat, ish haqi ma'lumotlari. Pensiya miqdoriga faqat necha yil ishlagani emas, ayrim holatlarda qancha maosh olgani ham ta'sir qiladi. Agar fuqaroning yuqori maosh olgan davri hujjatlar bilan tasdiqlanmasa, pensiya pastroq hisoblanishi mumkin. Masalan, bir kishi umrining oxirgi 10 yilda yaxshi lavozimda ishlab, yuqori maosh olgan, lekin arxivda ma'lumot topilmagan. Pensiya hisobida esa faqat pastroq maoshli davrlar aks etgan.
Natijada pensiyam past chiqadi. Indeksatsiyam o'sha past bazadan oshadi. Bu yerda asosiy yechim arxiv hujjatlarini topish, ish beruvchi vorisini aniqlash, zarur bo'lsa sud orqali ish staji yoki maosh vaqtini tasdiqlatishdir. 5-nozik jihat. Eng kam pensiya va haqiqiy hisoblangan pensiya o'rtasidagi farq. Ba'zi fuqarolarda pensiya hisob kitob bo'yicha juda past chiqadi, lekin davlat uni minimal darajagacha yetkazadi. Bunday holatda indeksatsiya paytida odam mening hisoblangan pensiyam oshdimi yoki minimal daraja oshgani uchun yakuniy pulim oshdimi degan savolni berish kerak. Chunki bu kelajakdagi qayta hisoblashlarda muhim. Agar faqat minimal kafolat tufayli pul oshayotgan bo'lsa, demak staj yoki ish haqi hujjatlarni yaxshilab topish orqali pensiyaning asosiy qismini ham oshirish imkoniyati bo'lishi mumkin. 6-nozik jihat. Pensioner ishlayotgan bo'lsa, ishlayotgan pensionerlar bo'yicha ayrim tartiblar davrga va amaldagi qonunchilikka qarab farq qilishi mumkin. Kimdir pensiyasini to'liq oladi, kimdir ma'lum cheklovlarga duch kelgan davrlarni eslaydi. Men bu yerda bitta narsani ta'kidlayman. Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin ham rasmiy ishlagan bo'lsangiz, bu davrlar sizning pensiya ishingizda aks etganmi yoki yo'qmi tekshirtiring. Ba'zan odam pensiya chiqqandan keyin yana 3 yil, 5 yil, 7 yil ishlaydi, lekin qayta hisoblash haqida ariza bermaydi yoki tizimda ma'lumot to'liq aks etmaydi. Natijada u o'lish mumkin bo'lgan qo'shimchani olmay yuradi. 7-nozik jihat. Indeksatsiya bilan qayta hisoblashni adashtirmang. Indeksatsiya umumiy oshirish bo'lsa, qayta hisoblash individual holatga bog'liq. Masalan, yangi staj hujjati topildi. Ish haqi ma'lumotnomasi keldi. Nogironlik guruhi o'zgardi. Qaramoqdagi shaxslar soni o'zgardi. Alohida imtiyoz tasdiqlandi. Bular indeksatsiya emas, balki pensiyani qayta hisoblash uchun asos bo'lishi mumkin. Ko'p odam pensiya oshganida hammasini avtomatik qo'shib yuborishadi deb o'ylaydi. Yo'q, har doim ham avtomatik bo'lmaydi. Ayrim holatlarda fuqaroning o'zi ariza bilan murojaat qilishi kerak. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki ota-onangizning pensiyasini tekshirmoqchi bo'lsangiz, birinchi qadam pensiya miqdori bo'yicha rasmiy ma'lumot oling. Faqat kartaga tushgan SMSga qarab xulosa qilmang. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Davlat xizmatlari markazi orqali so'rang yoki mavjud elektron xizmatlar orqali pensiya to'g'risidagi ma'lumotnomani oling. Sizga pensiya turi, asosiy miqdor, ustamalar, qo'shimchalar, ushlab qolishlar va yakuniy to'lov ko'rsatilgan ma'lumot kerak. Ikkinchi qadam, mehnat stajini tekshiring. Mehnat daftarchangizdagi barcha yozuvlar pensiya ishida aks etganmi? Ishga qabul qilingan sana, bo'shagan sana, lavozim, korxona nomi to'g'rimi? Agar mehnat daftarchasida xatolik bo'lsa, masalan, ism sharif boshqacha yozilgan, noaniq, sanad tushunarsiz, korxona nomi o'zgargan bo'lsa, buni befarq qoldirmang. Bitta noaniq yozuv bir necha yil staj hisobga olinmay qolishiga sabab bo'lishi mumkin. 3-qadam, ish haqi hujjatlarini tekshiring. Ayniqsa yuqori maosh olgan davrlaringiz bo'lsa, o'sha davrlar bo'yicha ma'lumotnoma pensiya ishiga kiritilganmi? Shuni biling. Agar korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qilish mumkin. Ba'zan hujjatlar korxona bo'rsida, ba'zan davlat arxivida, ba'zan idoraviy arxivda saqlanadi. Arizangizda aniq yozing. Qaysi yillarda, qaysi korxonada, qaysi lavozimda ishlagansiz, ish haqi ma'lumotini pensiyani qayta hisoblash uchun so'rayapsiz. 4-qadam, ustamalarni tekshiring. Sizda nogironlik guruhi bormi? Qaramoqda voyaga yetmagan farzand yoki mehnatga layoqatsiz shaxs bormi? Siz yolg'iz yashovchi, parvarishga muhtoj pensionermisiz? Sizda davlat mukofoti, faxriy unvon, alohida maqom bormi? Bularning hammasi har doim ham avtomatik aks etavermaydi. Tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Hujjat bo'lmasa, og'zaki men haqliman deyish bilan pensiya oshmaydi. Hujjat bor bo'lsa, uni nusxasi bilan topshiring. Qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki belgi oling. 5-qadam, ariza yozishda umumiy gap yozmang. Masalan, pensiyamni oshirib bering degan ariza juda umumiy. Yaxshiroq shakl quyidagicha bo'ladi. Mening pensiya ishimdagi mehnat stajim va ish haqi ma'lumotlarim to'liq hisobga olinmaganini tekshirib berishingizni. Indeksatsiyadan keyingi pensiya miqdorimning tarkibi bo'yicha yozma tushuntirish berishingizni hamda asos bo'lsa pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Mana shunday yozsangiz, idora sizga aniq javob berishga majbur bo'ladi. 6-qadam, yozma javob talab qiling. Og'zaki javobni eshitib ketavermang. Hammasi to'g'ri deyish oson.
Lekin yozma javobda qaysi qonun, qaysi me'yor, qaysi hujjat asosida hisoblangani ko'rsatilishi kerak. Agar yozma javobda xatolik bo'lsa, keyin yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish osonlashadi. Pensionerlar ko'pincha mana shu joyda yutqazadi. Idoraga boradi, navbat kutadi, og'zaki gap eshitadi va uyga qaytadi. Keyin isbotlash qiyin bo'ladi. 7-qadam. Agar javobdan rozi bo'lmasangiz, yuqori turuvchi organlarga murojaat qiling. Avval tuman yoki shahar bo'limi, keyin viloyat darajasi, zarur bo'lsa respublika darajasidagi mas'ul organlarga yozish mumkin. Shuningdek, davlat xizmatlari portallari, ishonch telefonlari, virtual qabulxonalar orqali ham murojaat qilish imkoniyati mavjud. Agar masala hujjatni tan olish, stajni tasdiqlash yoki ish haqi faktini belgilashga borib taqalsa, ayrim holatlarda sud tartibi kerak bo'lishi mumkin. Bu qo'rqinchli emas. Muhimi, dalillarni to'plash. 8-qadam. Plastik kartaga tushgan pul bilan hisoblangan pensiyani solishtiring. Masalan, sizga ma'lumotnomada 20.500.000 so'm hisoblangan deyilgan, lekin kartaga 20.300.000 tushyapti. Demak, 1.000 so'm qayerga ketayotganini aniqlash kerak. Bu ushlab qolishmi, qarzdorlikmi, oldingi ortiqcha to'langan pulni qaytarishmi yoki bank bilan bog'liq masalami? Buni aniqlamasdan pensiyani kam berishyapti deb xulosa qilish to'g'ri emas. 9-qadam. Yaqinlaringizning pensiyasini ham tekshiring. Ko'p qariyalar hujjat ortidan yurishga qiynaladi, ayrimlari savol berishga tortinadi. Ayrimlari davlat biladi, o'zi to'g'ri qiladi deb o'ylaydi. Men esa ekspert sifatida aytaman, tizim qanchalik raqamlashtirilmasin, eski hujjatlar, arxivlar, mehnat daftarshalari, inson omili bor joyda xatolik ehtimoli bo'ladi. Farzandlar ota-onasining pensiya hujjatlarini tartibga solib bersa, bu juda katta yordam. 10-qadam. Har bir murojaatning nusxasini saqlang. Ariza topshirdingizmi? Nusxa oling. Qabul qilingan sanasi va raqami bo'lsin. Arxivga so'rab yubordingizmi? Javobini saqlang. Ish haqi ma'lumotnomasi oldingizmi? Aslini yo'qotmang, nusxalarini tayyorlang. Pensiya masalasida hujjat eng asosiy roldir. Men ishlaganman, men eslayman. Hamma biladi degan gaplar hujjat o'rnini bosa olmaydi. Yana bir muhim maslahat, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan har bir xabarga darrov ishonmang. Hamma pensiyaga falon milliondan berilar ekan. Faqat ariza yozganlarga o'shar ekan. Bugun bormasangiz puldan qolasiz kabi gaplar ko'p tarqaladi. Rasmiy manbani tekshiring. Pensiya jamg'armasi, hukumat qarorlari, prezident farmonlari, rasmiy idoralar xabarlari asosiy manba bo'lishi kerak. Noto'g'ri xabar ortidan yugurib, vaqt va asabni yo'qotmang. Demak, hurmatli tomoshabinlar, pensiya indeksatsiyasi hamma uchun bir xil ko'rinadigan oddiy oshirish emas. Kimning pensiyasi ko'proq oshadi, kimniki kamroq oshadi. Bu pensiya turi, staj, ish haqi, ustamalar, minimal kafolatlar, ushlab qolishlar va hujjatlarning to'g'riligiga bog'liq. Eng muhimi, siz faqat kartaga tushgan summaga qarab emas, pensiyaning tarkibiga qarab xulosa qilishingiz kerak. Men sizga tavsiya qilaman. Pensiya ma'lumotnomangizni oling, stajingizni tekshiring, ish haqi hujjatlarini izlang, ustamalarni aniqlang. Kerak bo'lsa, yozma ariza bilan murojaat qiling va javobni yozma shaklida talab qiling. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. Ba'zan bir dona topilgan arxiv ma'lumotnomasi pensiyani yillar davomida yuqori olishga sabab bo'ladi. Sizning fikringiz men uchun juda muhim. Kommentariyada yozing. Sizning yoki ota-onangizning pensiyasi indeksatsiyadan keyin qancha oshdi? Kutilgandek bo'ldimi? Yoki farq sezdingizmi? Qaysi hududdansiz? Qanday muammoga duch keldingiz? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga ulashing va kanalga obuna bo'ling. Chunki pensiya masalasida bitta to'g'ri ma'lumot butun oilaning daromadiga ta'sir qilishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, huquqingizni biling va o'z haqingizni talab qilishdan tortinmang.